Qadrdonlar, assalomu alaykum. Hozirgi kunda juda ham talab kuchli bo'layotgan 10 tonnalik hovani maslasidan topib qo'ydim. Hozir ma'lumotlarni beraman. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Salondan ko'ringlar, mana salafanlari ham turibdi. Salafanlarni ham yechiman hattoki. Karotka peredachalari 8 talik bo'lar ekan. O'zim haydab ko'rdim. Mashinada hech qanaqa kamchilik yo'q, xudo xolasa. Kelib o'zlaring ko'rib, yana bir qator tekshirib guvoh bo'lasizlar. Sidinalari havoli ekan. Ko'ringlar. Bu ham nihoyatda tez ko'tarar ekan, обороты baland ekan, ko'tarishini qoyil. Kuzov taylari ham shishga bo'lmagan, holatda turibdi. Mana silindrlari ham dattonchi, moy chiqmagan, quruq. Vaqtida smaskasi, vaqtida avtoni almashtirish yurargan, haqiqatdan mehr berilgan texnika ekan, to'g'risi. Salondan o'zlari olgan, bir qo'l haydalgan texnika akalar. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 30 ming probyektda turibdi. Motor, korobka, mos hech qayerga ochilmagan, faqat shu metan uстановка qilinganda motorni galovkasini ko'tariladi, bilasizlar buni. Qolgan joyi zavod holatida turibdi. Oldi balonlarni sal o'ynab yeb qolibdi, endi sxajlini razvalga bitta ko'rsatib olish kerak. Mana akkumulyatorlarni ham yangi, pachka. Gaz balonni ham yangisini qo'yib qo'yishgan ekan, yili yangirog'idan qo'yilgan. Bu tomonda 100 talik mana ikkita. 100 talik o'ng tomonda, ikkita 150 talik chap tomonda, jami 500 talik gaz balon bilan jihozlangan. Balonlar endi 80% atrofida akalar. Texnikaga hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Endi yengil shu orqasiga korroziya tushib qolibdi, ishlagan. Og'ir ishlarda ishlatishmagan ekan, lekin u baribir ozgina korroziya tushgan, bir qator asfalt bo'lsa, salonni olgan bilan bir xil, birga bir turadi akalar. Moslarini ko'ringlar mana. To'g'risi 10 tonnalikni mosini endi ko'rdim, endi saraf soldim. Juda ham baquvvat ekan, juda ham katta ekan. Haqiqatda buni mosiga krishina tushishi 100 ga 100 bo'lmasa kerak. Buni haydab yurgan akalarimiz bo'lsa, fikrlarini bildirsalaring, bilmaganlarimiz uchun ma'lumot bo'lib qoladi. Orqa balonda mana shu ichkari tomonini tiqilib qo'yganda buksat qilishib yoribdi. Lekin zapaskasi hali tushmagan ekan yerga. Zapaskasini qo'shib beraman. Apparatlarini, farsunkalarini qo'shib beraman aka. Salargada haydayman degan akalarimiz uchun bo'lsa, qo'shib beraman. Yana salargaga qaytarib olish imkoniyati ham bor. Apparat, farsunka olib yurmaysizlar. O'zini zavod-suyini yechib qo'yishgan ekan. Uyda turibdi ekan. Lekin bu tomon balonlari yaxshi, unaqa o'yilgan joyi yo'q balon bu tomon. Faqat shu o'ng tomonda ichkari balonda ozgina o'yilgan joyi bor ekan. Bortlarini ko'ringlar mana. Tekis. Haqiqatda. Antifrizning rangi ham o'zgarmadi, ko'ringlar. Antifrizning rangi ham o'zgarmadi. Demak akalar, mana toychog'imiz bilan qisqacha tanishib chiqdik. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Narxini to'g'risi e'lonlarga 41 ming dollarga qo'ygan edik. Yana kelishib, yana maslahatlashib 40 ming dollarga tushirib qo'ydik. Xudo xolasa naqd pul bilan kelsalaring yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Bu texnikamiz Toshkent viloyati Olmaliq shahrida turibdi. Xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Imkon servisga obuna bo'lib qo'ysangiz, bunaqa har xil turdagi texnikalardan birinchi bo'lib ogoh bo'lasizlar. Savdolaringni bersin, like bosishni esdan chiqmasin qadrdonlar.